Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz do'stlar, radar detektorni ishqibozlari. Qancha kutdim, hech kim menga aloqaga chiqmayapti. Endi nima desam ekan, 3 kun berishim menimcha ko'p, bekorga vaqtni sarflab kutib o'tirishimga to'g'ri kelishi mumkin. Undan ko'ra men tezroq test qilib, tezroq siz azizlarga haqiqatni ko'rsatadigan payt keldi deb men shaxsan hisoblayman. Shuning uchun kutgandan foyda yo'q, chunki men telefon raqamini qoldirdim. Shuncha payt ichida agar men bilan test qilmoqchi bo'lgan inson bo'lsa, kelar edi. Birortasi ham kelgani yo'q, birortasi ham telefon qilmadi va Telegramdan birortasi yozgani ham yo'q menga. Aynan men bilan test qiladigan mutaxassislar nazarda tutaman. Endi xafa bo'lish yo'q. Endi udar testlar, haqiqatlar va bor narsalar, siz bilmagan, sizdan yashirishgan haqiqatlarni biz chiqaramiz va ko'rsatamiz xalqimiz uchun. Tayyor turing. Ajoyib videolar oldinda faqat like ga gumillatib bosing. Kelishdikmi? Haqiqat uchun kurashamiz. Qani ketdik.